imkoniyatdan foydalanib, taalluqli masalalarni savol-javob usuli bilan hal qilib, takliflaringiz bo'lsa, ularni ham amalga oshirish choralarini ko'ramiz. Respublikada transport logistika tizimini takomillashtirish va yengillik va yangiliklar yaratish yo'nalishida birgalikda ishlaymiz. Asl maqsadimiz Markaziy Osiyoni rivojlantirish. Xalqaro standart bo'yicha qurilgan konteyner. Shu O'zbekiston territoriyasi bo'yicha tashuvchilarda muammo bor, VST bo'yicha, balandligi bo'yicha. Hozir biz bir marshrutni belgilaydigan bir mexanizm qilyapmiz. Faqat o'sha marshrutdan yuradigan mexanizmni men o'ylaymanki, avgust oylarida masala yechiladi. Shuni so'rab qolardiki, shu Qirg'iziston bilan kelishuvga oldin shuni bizni rasmiylashtirishimizni ketsa, boshqa chegara bo'lgandi. Buni yozib oldik, o'zimizga Qirg'iziston bojxonasiga biz chiqamiz. Qirg'iziston bojxonasida bu masalani yechish bo'yicha ishlaymiz. Nisbatan biron bir gapi bo'lsa, e'tirozi bo'lsa, taklifi bo'lsa, eshitishga tayyorman degan ma'noda kelishdi. Endi Utifga kerak emas ekan, Samarqandga emas, adashib borib qoldi, Ulug'bekka bordi, Olmazor. Orasi 20 km. O'sha 650 ming yana boshqatdan undirilyapti. Uni, demak, rasmiylashtirilgan sug'urtani borgan posti yopilishi kerak. Biz sug'urta bilan переговор o'tkazamiz hozir. Hozirgi buni qo'lidagi shartnoma bo'yicha hech narsa qila olmaydi, to'g'ri? Taklifingizni qabul qilamiz.